bir oyai karima har bir mo'min musulmonman degan insonni qattiq bir fikrlab o'ylashga majbur etadi. Astagfirullah. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Allah Taala aytadi. Qiyomat kuni, oxirat kunida biz sizlarga bergan hamma ne'matlarimiz to'g'risida so'raymiz. Ne'matlarni qadriga yetdingizmi? Tan joningiz sog' yetdimicha but bo'lib dunyoda yashadingiz. Aql, zakovat. Erdan so'raydi, kuch quvvat berdim, erkak qilib yaratdim.